Bugun sizlar bilan do'konimizdagi ajoyib va noodatiy va noyob modellar haqida gaplashamiz. Ushbu qo'limda turgan apparatlarni nima sababdan noyob model deyotganligimni video davomida bilib olasiz. Agar videomiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rib, like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yish ham esingizdan chiqmasin. Ko'pchilik biladi yoki bilmaydi. Ushbu apparatimiz LG dan Wing deb nomlangan model. Ushbu telefonimizni bunday oldin o'girib kamerasini, ekranini hamda yonchilatib qo'ysa ham bo'ladi. Ushbu telefonlarimiz hozir sotuvda yo'q, ishlab chiqarish yo'q, bozorlarda juda ham kam yo'q hisoblanadi. Bo'lsa ham ekranlar pechati tushgan yoki singan orqalari qanaqadir odamga yoqimsiz holatdagi variantlarni topishingiz mumkin. Bizning qo'limizdagi esa hech qanday ayb nuqsalar yo'q bo'lgan. Mana orqalarga chiroyli qilib plyonkalar tortib qo'yilgan, ekranlar toza, hech qanday pechatlar yo'q, imekalar ro'yxatdan o'tkazib qo'yilgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Вообще ajoyib holatda, необычный telefon qidirib yurganlar uchun menimcha ideal variant bo'lsa kerak. LG dan LG Wing deb nomlangan model. Buni noyobligidan yana bittasi, kamerasini, oldi kamerasini ishlatadigan bo'lsangiz, bundan yana bitta qo'shimcha kamera chiqib keladi. Mana yuqorisidan ko'rishingiz mumkin. Mana shu narsasi borligi sababdan ham bu hozirgi kunda noyob model hisoblanadi. Ushbu telefonimiz sotuvda. Mana shu nomerlarga aloqaga chiqib, bemalol qo'shimcha ma'lumot olib, narx-navosi bilan tanishib, agar siz boshqa holatdan turib zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, bemalol zakaz bersangiz ham bo'laveradi. Yana bir bor qaytarib o'taman, hech qanday ayb nuqsonlari yo'q. Orqasiga ham plyonka tortib qo'yilgan. Plyonkasi tagi toza, sinmagan. Hech qanday yashiradigan narsamiz yo'q, lekin biroz chexolini izi tushib qolgan deb aytdi egasi, lekin hech qanday ayb nuqsoni yo'q ekan. Kelganingizda bemalol ko'chirib, ko'rib, keyin pul sanasangiz ham, keyin baraka qilsangiz ham biz rozimiz. Agar boshqa holatdan turib zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, bemalol sizga olayotgan paytingiz ko'chirib, video orqali ko'rsatib, hammasini cho'tka holatda qilib, ko'nglingizni xotirjam qilib yuboramiz. Qiziqmi, aloqa chiqib qo'yinglar. Ha, eng qiziq tarafi narxini aytib o'tmoqman. Bu telefonimizning narxini 128 dollarga berib yuboriladi. PUBG'chilar uchun juda ham qiziqarli telefon hisoblanadi, chunki PUBG Mobile o'yin uchun 90 FPS da bemalol ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Navbatdagi telefonlarimiz iPhone 8 Pro korpusida XR telefonlarni sizlarga taqdim qilamiz. Ko'rishingiz mumkin, ajoyib holatda. Ranglari ham bir xil 8 Pro bilan birga bir xil ishlab qo'yilgan. O'zi bu poddelka telefon emas, haqiqiy iPhone XR telefonining ustiga 8 Pro korpusi bosib qo'yilgan. Ranglarini ko'ringlar, to'g'lanishini qaranglar. Buni bemalol ishlatib yurgan paytingiz orqasidan ko'rgan odam 8 Proga o'xshatishi aniq, lekin ekranini olib bunday qarasa, ekrandan bilinib qolishi mumkin. Chekkasida ramkalarni ko'ryapsizlar, qalin bo'ladi albatta. Qo'yilganligi mana shu ekrandan bilinib qoladi. Albatta bu telefonlarimiz spichkalari ishlaydi. Xarakteristika keladigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin 64 GB, 79 yo'mqisi. Bunisini ham xotirasi 64 GB, batareya yo'mqisi 81%. Ushbu telefonlarimizni sotuvda 165 dollardan xarid qilsangiz bo'laveradi. Bu telefonlarga albatta garantiya qilib beriladi. Imeklar ro'yxatdan o'tkazib qo'yilgan. Qiziqmi? Unda bizga murojaat qiling. Nima deysizlar? 165 dollarga ushbu telefonlar arziydimi yoki arzimaydimi? O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. O'qib chiqish albatta biz uchun qiziq bo'ladi. Yana bir noyob modellardan biri Poco'dan X5 Pro deb nomlanadi. Sababi hozirgi kunda Poco X5 Pro'larni topish juda ham qiyin bo'lib qolgan. Albatta yaxshi holatdagisini, alishmaganini, aybi yo'g'ini topish juda ham qiyin. Tim bori bunaqa narxda menimcha hozir hech qayerda bo'lmasa kerak. Bo'lsa ham u qo'lda bo'ladi. Hech kim sotgisi kelmaydi. Ushbu telefonimizni 256 GB xotirasi bor. Operativ tizimi 8 bo'ladi. Adashmasam, korobkasi ham o'zimizda bor edi. Korobkasi bo'lsa agar qo'shib beriladi. Narxini hozirgi kunda 122 dollar qilib belgilab qo'ydik. O'yin uchun albatta bu telefonni ishlatsa bo'ladi. Odatda PUBG Mobile uchun ishlatishadi. Hozirgi kunda 60 FPS da bemalol ishlab bera oladi. Yangilanishdan keyin bu telefonlar balkim 90 FPS ga aylanib qolgan bo'lishi ham mumkin. Endi siz bilasiz noyob telefonlarni qayerdan olishligini. Mana shu telefonlardan bironta sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqib olasizlar. Bizning manzil Namangan shahar Texnopark 84-do'koni. Sizlarni do'konimizda kutib qolamiz. Infinix Note 50 Pro telefoni. Mana o'sha telefonimizni ko'rishingiz mumkin. Maqtanyapman-da, chunki korobkalari ham, zaryadning ham, bespirodni zaryadnigi ham bor deb turib ushbu telefonimiz sotuvda. Bu telefonimiz ochilganiga hech qancha muddat bo'lmagan, uzog'i bilan 1 oy davomida ishlatilgan telefon. O'yin uchun, PUBG o'yini uchun yuqori FPS ishlaydi deb olishgan ekan, lekin yuqori FPS ishlamaydi, 60 FPS ishlaydi. Shu sababdan sotib yuborishdi. Biz yaxshi narxda olib qoldik va o'zimiz obunachilar uchun yaxshi narxda qilib qo'ydik. Narxi nech pul deb qiziqqanlar uchun 205 dollarga berib yuboriladi. Ko'ryapsiz, hamma narsasi o'zi bilan birgalikda, hech qanday nuqsonlar yo'q. Imekalar ham afsonali ro'yxatdan o'tkazib qo'yilgan, tayyor. Biz sizlarga ushbu telefon 30 kun davomida garantiyasini qilib beramiz. Hech qanday nuqsonlar yo'q. Boshqa holatdan turib zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, boshqa holatga dastlabki ham qilib bera olamiz. Hozir ushbu telefonimiz Namangan shahar Texnopark 84-do'konida nalichida turibdi. Boshqacha rangidan kerak desalar, boshqacha rangidan ham o'zimizda bor. Bemalol kelib ko'rib xarid qilsalar ham bo'laveradi. Agar ushbu telefonimiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol quyidagi nomerlar orqali bizga bog'lanib, aloqaga chiqib, qo'shimcha ma'lumot olsanglar bo'ladi yoki shu nomerda Telegram bor. Telegram orqali biz bilan bog'lansalar ham bo'ladi. Boshqa holatda bo'lsangiz, sразу sizga BTS pochtasi orqali dastlabki qilib bera olamiz. Qiziqmi? Aloqaga chiqinglar. Sizlarni do'konimizda kutib qolamiz.
Xiaomi 13 telefonni bilganlar biladi. Chunki bu telefonimiz gaming telefon hisoblanadi. Odatda PUBG Mobile o'yini uchun Monster deb laqab olgan. Ko'rishingiz mumkin, operativ tizimi 8+4 ekan, xotirasi esa 256 GB. Holatlarga keladigan bo'lsak, ajoyib holatda saqlanib qo'yilgan. Ikkita sim karta o'qiydi, hech qanday nuqsonlar yo'q. Korobka dokumentlarga ham ega. Garantiyasi bilan qilib beramiz. Ushbu telefonimiz bemalol PUBG da 120 FPS ishlab bera oladi. Bunisiga ham garantiya beramiz. Telefonni o'ziga ham garantiya qilib bera olamiz. Ushbu telefonimiz narxini $248 qilib belgilab qo'ydik. Hech qanday nuqsonlar yo'q. Garantiyasi bilan albatta sim karta o'qiydi, email ro'yxatdan o'tkazib qo'yilgan tayyor. Qiziq bo'lsa aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Agar siz boshqa holatdan turib xarid qilishni xohlasangiz, mana shu nomerlarga bemalol biz bilan bog'lanib qo'shimcha ma'lumot olsangiz ham bo'ladi. Sizga BTS pochtasi orqali dostavka qilib yubora olamiz. Manzilimiz Namangan shahar Texnopark 84-do'kon. Sizlarni do'konimizda kutib qolamiz. Yaqinda iPhone 11 Pro Max holat ajoyib holatdagisini xarid qildik va sira sotuvga qo'ydik. Ko'rishingiz mumkin, holatlar chutki holatda ekan. Egasi avaylab asrab ishlatgan ekan. O'zini aytishi bo'yicha batareyani bir marta alishtirgan ekan. Ko'rishingiz mumkin, batareya yongiz 97%. Oddiy Xitoy batareya usulini qo'yilmagan, 100% bo'lardi. Agar usulini qo'yilgan bo'lganda, bu yaxshi original sifatli batareya qo'yilgan ekan. O'shuning uchun yongisi originaliga o'xshab foizi pasayib 97-96-95 bo'ladi. Hop, ichida eshibkasi yo'q, ko'rsatmaydi. Alishtirilgan degan yozuv chiqib qolmagan. Xotirasi 64 GB, imeka ro'yxatda o'tkazib qo'yilgan. Bitta sim karta, bitta eSIM imekasi o'tkazib qo'yilgan. Tayyor holatlarni ko'rishingiz mumkin. Yomon emas. Endi eng qiziqarli joyi bo'lgan narxi. Ushbu telefonimizning narxini $255 qilib belgilab qo'ydik. Kimga qiziq bo'lsa aloqa chiqinglar. Manzilimiz Namangan shahar Texnopark 84-do'koni. Siz boshqa holatdan turib xarid qilishni xohlasangiz, bemalol quyidagi nomerlarga aloqa chiqsanglar bo'ladi. Sizlarga BTS pochtasi orqali dostavka qilib yubora olamiz.